Akalar, nima deysizlar? Yevropada telefonlar qanaqa narxda? Yangilari masalan endi internetdan ko'rib olsanglar bo'ladi-yu. Menga masalan hozir bu telefonlar qiziq bo'ldi. Hozir kirib so'rab ko'ramiz. Lekin eng qizig'i latish tilini bilmayman. Hozir kirsam ruschada yoki polachada gapiradigan bo'lsa men tushunarmikin? Tushunmaydigan bo'lsa nima qilsam, ingliz tilida so'rasammikin? Hozir kirib ko'ramiz. Kutyapman. It is. Sorry. Do you speak Russian or Polish? No. Excuse me. Do you speak Russian or Polish? No, Russian or English. English. Russian or English. Russian, English. Говорите на русском, да? Спасибо. Это телефоны все новые или С зелеными наклейками, те, которые пользованы. новые? Нет наклейки, Они новые. они новые. Зеленые наклейки это не новые, да? Пользованы. Пользованные. Ясно. Спасибо. Baxtimizga ruschani tushunar ekan. Narxlarni aytaymi? Bu laklinkasi borlar ishlatilgan ekan. Bu yerda nechi bor ekan? 15 Pro Max 1100 euro ekan. Ishlatilgani ham yangi bilan bir xil ekan. Bizda narxlar qanaqa? Bu yerda 13 Pro'lar 670 euro. 13 Pro Max 836 euro. Meda bor ekan 15 560 euro. Umuman menga telefon qiziq emas. Chunki menga qiziq narsa mana narsa bo'ldi. Esta 360 kamera 600 euro ekan. Qiziq narsada просто 360 kamerada cho'tkan qilsa bo'ladi. Menga shunisi qiziq. Tishlab turib yuguradi.